Yo, assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Iskandar. Hurmatli aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun esa hech qayerga ketmay turinglar. Chunki bugun biz nima deydi? Tojikchasiga nima bo'la? Ampatrol. Qisqurdami? Patrol bilan buvachalar ishtirokida bo'lgan ushbu Ampatrol sizlarga taqdim etamiz. Qani biz videoni boshladik. To'g'richilik, to'g'rimi? Nimaga aynan bizanikilar sizga kelish kerak? Chunki bizlar Ars Dentalga o'zbek tili, tojik tili, rus tilida bemalol suhbatlashsa bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, shahar bo'ylab 4 ta filialimiz bor. 4 ta joylar bor. Ular o'zlariga qulay joyni tanlasa bo'ladi. Bizlarda faqat stomatologiya emas, bizlarda ko'p tarmoqli klinika, bioterapiya, kardiologiya, ginekologiya, urologiya, plastik xirurgiya, stomatologiya hamma bo'limlarimiz bor. Wow. Gap yo'q. Maslahat etaman. Shuhratbargan oldiga Ars Dentalga kelinglar. Ulardan. Videoni boshidanoq kalishcha va pichir gaplar bo'lyaptimi? Значит, video juda ham qiziq bo'ladi. 3 ta akacha, 2 ta opacha deyapti. Ampatrol, вообще-то любой Ampatrol xuddi mana shunday boshlanadi, lekin kalishcha yomon chiqdi. Kalishcha ham 2 xil bo'ladi. Böyle tosh kalishcha emas ekan. Tosh kalishcha zo'r ekan. To'qor qilib yuradi. Bunda bilet ligi coachlikdan deb aldab sotaychida oldim. Mana bunday deb burab bilet tosh kalishmas deb. Mayli, coachlik kalishchada buvacha короче, причем gilamlardan va mebel jihozlardan qarayapmizki, shinamgina joyda sikyapti. Bir bunday makka poya, dala, dash, buzilgan uy, bunaqa joy emas. Assalomu alaykum. Buvacha qanday bilan? Buvacha ham mehmonchada o'tiryapti. Qara ko'raylikchi deb. Xo'yet. Arsikola короче. Вот. 05 chasdan noncha, poncha, fonli sharoit, plus haromi, tovar kuchuk degan joy. Ko'rpacha двойной bir joyda taxlangan, bir joyda uzun qilib ana o'qib qo'ygan. Buvacha turishini qaranglar. Pasportga rasmga tushgan, hine tushdi-da, o'zi hine qilib. Tak, xo'sh, ko'ramiz. Kim no? Salve. Já veio, bacha. Melo aí subiu. Isso agora é? Já veio. Buvacha qaranglar, chipir pis olgan ketganda ketdi o'zi ham. Buvacha bilan. Voy bilan. Buvacha yo'q chiqdi lekin voka, biznes. Pensiya ketganda ketdi o'zi ham bilan. Kim bilardida Ampatrol xodimlari ekan bu. Opa. Orom shavet. Ampatrol, X-Patrol. Kino dedi-ku. Orom shavet, X-Patrol. Ay bilan. Mullo deyapti. Ya'ni bu ana mullodan ekanda. Qorniga o'qib sikadiganlari bor-ku. Ye. To'g'ri tur deyapti. Amakcha noscha tayyorligi tashab olganmi yoki bilay. Dal ko'ramiz. Isso os pessoal. Hiç tadiganlar shu. Melo. Bomon dajo. Bomon kutta takbutesa melo. Mulla bu ham bitirlab qolgan. O'rna g'arbi. Musafet qarang, ko'chada ko'rsangiz bo'lay duogiz keladi, daxil videoda ko'rsangiz vatnangda sizga sozaysiz miyaziga. Xullas, bu mulla ekan. Bizga kelgan ma'lumotga ko'ra bu mullacha xuddi shunday haliga dam solaman deb am solaydigan mullachalardan ekan. Ya'ni eslaringda bo'lsa, Surxondaryoda bo'lib o'tgan, Qumqo'rg'onda bo'lib o'tgan voqea haqiqatga yaqinligini bilib olsangiz bo'ladi. Ya'niki shu mana shunaqa endi haqiqatdan ham hozirgi kunlarda tipa qaytarma, dam solish, am solish deb uyga olib kirib olib fislatib sikadigan mullachalar bor. Mana o'shalardan bittasi Marascha. Tamam. İçişemiyor. Kish no? Kendi bunlarda. Evet çağ. Bu bala, mana bu endi bu yerda bank hisob raqamlarimi, nima o'zi bu? Короче, buvacha aldab, fislatib qora buxgalteriyani ochdi akalar.
Opachi ham bilan appenditsitcha bo'lgan ekan. Shiramja qolib ketdi qorinda ko'rgan bizlar. No, вот mana haliga qora jodu deydimi, nima deydi? Gap saqda da gap to'xi. Ne, я напуш. Вес. Ай субрабши. Чилом дори? А? Сурат бige ki travmat ata surat bige. Chi? Biladi, opacha kiyimini qaranglar bilan. Orqasidan ne dumbacha rasmidir. Ye bilan yurakcha naxoy. Ye balavrat. Pismiqcha ekan-ku opacha. O kiyimcha qaranglar, orqadan ne yurakcha bilan. Paq solaveradi yurakchaga. Halim? Halil yo Halim. Напишем. Вообще напишем. Иди рус. Иди себе. Şu kupuna cabşi. Манжару. Mushki bor uda. Famil shmo ki? So'zlarimga quloq sol, mulla buva deyapti Osir aka. Mulla buva g'amgin, tashvishda naxoy biladi. Onasining o'zi bunaqasi omsiga qaytib omsikmaydi buvacha bor-ku. Bundan o'turchi? Pirat yapzani. Boboyev Abduhalim O'chesvaton. Sokini gijoy? Amin. Kadom jamoa. Sokini degani tipa qayerda yashaysan deganida. Qayerda yashaysan? Hisorliman birodar deyapti. Yavor deyapti. O'mug'liman deb. O'g'riman jalab, o'mug'liman. Buvacha mana pizdes bo'ldi axoy bilaydi. To'g'ri-da axoy bilan yoshga qarib palay bo'lganda qo'taqbom shunaqa ishlar bilan shug'ullanib. O'limga bir qadam qolgan bo'lsa. Jamoat Mirzorizo. Kadom qishloq. Chi? Xuchildiyor. Uch kim ara boboy? Hamshahoroy Xuchildiyor. Shuma buditon xushyor deb. Patamush samxili yakta kunte bobo bordi. Yeshalar bilan. Pizdet axoy bilan. Voy bilan. Ham qishloqoy Xushurdiyor. Shuma boshin hamisha xushyor. Shu tarafi shumoda yak bir terrorist bobosh paydo shudi. Kuntachar. Qo'tog'ini chopish kerak edi dedi-ku. Buvacha ham pismiqchalarga qaranglar. Pismiq buvacha aytirdi. Omsikishni oldim, mana aytirdi. Omsikaman deb. Ushlangandan keyin mana aytirdi. Tavba qildim deb biladi. Buvacha pizdets naxoy. Ana shuni o'ylab turing. O'zi o'ylanib turing. Ha? So'ybicham farzandi. Shunchi ko'rayin. Oila bormi? Yo'q, farzandlar bormi? Nimadir dedi, tushunmadim. Nima ish qilasan? Pensionerman dedi. Yejallab bilan. Pensiya qaranglar bilan. Shuning uchun bilan hamma aytar ekanda, qari tezroq pensiya chiqay deb bilan. Pensiyani oldi kim yotdi mana buvacha bilan. Pensiyaga chiqishga shoshilmaylar akalar. İcatçı kokadestin? İco. Ne vurur abi kişi? Videodan keyingi holat bilmayman nima bo'lgan, lekin hozir kommentariyalar ko'plab kishilar yozadi, aka tezroq pensiyaga chiqaylar deb duochalar bilan kommentariya qoldiradi. Tak что do'stlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar va обязательно tezroq pensiyaga chiqay deb yozinglar. Qani ko'ramiz, nechta maniakchalar bor ekan deydi-ku. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Hamisha omsikishganda ichkaridan quflab yuringlar. Sikil ketadilar. Eshik quflaganda ham qaranglar. Kalitni burab, yarim оборот qilib qo'ysalaring, ko'chadan kirib kalit bilan ocha olmaydi. Tak что zametga olib qo'yinglar. Xayr. Jamaling sog'inib jonon, o'zim